Arzgulardanla pişiriqlam ügetmeydi. Manam işte kuvvetlik nallarını etişini ügetmeydim. Ems ügünü bilanglar. Aldı bilen unumuzni selip alamiz. Tuxumimizni quyib olamiz. Sumiyimizni quyib olamiz. Sumay cho'qim chuchigan sumay bo'lishi kerakmi? Sutimizni quyib olamiz. Qishda cho'qim jilman sut bo'lishi kerak, yozda normal sut bo'lsa bo'laveradi, Endi bunun ustiga xamir turishni, shakarimizni, ozroq shakar silishdiki maqsad ko'p turishimizni ishtirak bo'ldirish, Rangi chiroyli chiqadi. Endi tuzimizni selib olamiz. Endi buni yaxshi qo'limiz bilan bir aralashtirib o'tiblam. Zug'urib olsak bo'ladi, Mana nenimizning xamirimi tayyor bo'ldi. Endi 20 soat tindirishga qo'yib qo'yamiz, Mana xamirimizni 20 soat tinib oldi. Bu nenimizning xamirini tinib olgandan keyin bir tal xamirimizni 80 gramdan üzüp zuvul qilib olamiz, Mana işte üzüp olgandan keyin buni zuvul qilib olamiz, Mana nenimizning xamirimiz 20 soat tinib tayyor bo'ldi. Endi buningga gulqanimizni mana işte alam qilib o'tib, mont tukkandek tugib olamiz, Gulqanning birini men 30 gram qildim. Siz yaxshi ko'rsanglar 30 gram qilinglar. Agar gulqanni anchalik yaxshi ko'rsanglar 15 gram, 10 gram qilsanglar bo'laveradi, o'jimi. Mana men shunday xamirimizni o'ttirg'a ilib, mont tukkandek tugib olamiz, buni. Bulab yana tindirishga qo'yib qo'yamiz, Mana bu o'lchimimiz naytanga bek yaxshi Navoiyxonning o'lchimi. Ayni vaqtida bizning do'konga bir Navoiyning ayoli o'ynag'inimi deb kiribdi ekan, shu ayol menga o'tib qo'yib chiqib ketgan. Shunchalik yeganlikka dem bek maqtaydi jumi bu nenimizni. Ko'rib mishagich kepsizlar, xush olgan bo'lsanglar, zallaringlarni, konjolaringlarni aymay bisitanglar, Mana nenimizmi tinib tayyor bo'ldi. Endi buning ustini nipis alatda ichib olamiz, Namishta alat bo'lgandan keyin qari bilan va bularga sanjib etsak ham bo'ladi, Mana yozib olgan nenimizning ustiga tuxumning oq sirqini nipis bir qavat berib qo'yamiz, Buni qilmasanglarmi, mayli qilsanglarmi, shu rang kirgizadi, boshqa gap yo'q, bu yerda. Mana tuxumni suyib oldik. Endi qoshan salsak bo'ladi. Buning usti o'ti 170, osti o'ti 180, 20 minut epchori pishiramiz. Wow, mana nenimizmi pishibdi. Ko'rdinglarmi? Nim deganni payzi. Gulqandan hammadan bo'ladi, bu bek quvvatli chiqadi. Jiroqda o'qiyotgan bolalarga o'z qo'linglar bilan etib vat bersanglar, texmi mehrlik, texmi ta'minlik bo'ladi.